Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldiniz. Hozir Abdushukur Muhammad Eminning Azgulik Malaikasi nomli asarni o'qishni davomlashtiramiz. Men Seriq bo'yida yerim yil turib qoldim. Bu mezgilda Ra'naning men uning bilan tanishishdan ilgirki ahvollarini asga oldim. Ra'na 6 oylik chig'ida ota-onasi bilan Kuchadan Urumchiga kelgan. Yanghang mahallasida o'sib cho'ng bo'lgan ekan. Bu Uyg'ur, O'zbek, Tatar, Ruslar to'plashgan madaniyatli rayon edi. Ra'na arliqda otasi Kuchaga mo'yik ta'sis qilib berish xizmatiga borganda, Kuchada o'qish yeshiga to'lib bir yil o'qigan. Keyin boshlang'ich maktab tarbiyasini Urumchida davomlashtirgan. Uningdan keyin Urumchi qizlar maktabida o'qigan. Azatlıqdan keyin u G'arbiy Shimol san'at institutining Xinjiang fakultetiga o'qishga tanlangan. Bu fakultet Xinjiang institutining san'at fakulteti bo'lib, Urumchiga yo'tkalganda Jungo o'quvchilar, yoshlar vakillar o'mikiga tanlanib, Varshavada o'tkazilgan dunyo bo'yicha 5-navbatlik yoshlar studentlar festivaliga qatnashgan. U Manjuriya, Amurskiy yo'li bilan Payansız Sibirya ormanlığı ve Oral tağlarının şərqi, g'arbiy qanotlarini besib o'tib, Moskva, Leningrad shaharlarida bo'lgan. Moskva universiteti ve Jungoning Sovetlar ittifoqidagi bosh elchixonasida davlat bayrami munosabati bilan o'tkazilgan konsert kechiligida dab usulini o'ynab, Sovetlar ittifoqi hukumati rahbarlaridan Molotov, Malenkovning qabul qilishiga erishgan. Festival tamamlanıp vakiller qaytqandan keyin Jungo ekskursiya o'miki tarkibiga Li Shifan, ya'ni Jungo San'at akademiyasining boshlig'i publisist Zeynep Sabitlar bilan billa tanlanib, Daniya, Islandiya davlatlarini ziyorat qilgan. Anderson muzeyi, Atlantik okean, Islandiya vulqon tig'i, Arshan buloqlarini ziyorat qilgan. Daniya padişahını, Xanishi ve hazırki ayol padişah Malika bilan balet o'yinini tomosha qilgan. U Kopenhagen vodisidagi sahib Jamal beliq qiz haykali oldida bu rivoyatdagi pak qizning g'ururliq, vijdonliq obrazi qattiq ta'sirlangan va bu haykal oldida suratga tushgan. Keyincha u Beijing Usul institutida Şu maktabning hozirgi moderi, professori Lu Yexin qatorliq o'quvchilar bilan birga o'qigan. U chet ellarning aspirantlari bilan bir sinfda ta'lim olgan edi. Ra'na Beijing Usul institutiga o'qishga berish oldida uni Shaptul Chechki Yung romalda jiraqdan ko'rgan bo'lsam-mu, Ra'na bilan u Beijing Usul institutini tamomlab qaytgandan keyin rasmiy tanishdim. Maralbeshidan qaytdik. Ammo bu chaqda avtonom rayondan butkul Janubiy Xinjiangga avatilgan xizmat atratlari xuddi siyosiy o'zgarish yuz bergandek bir kun ichida Urumchiga kelib, o'z o'rinlarimizga tizimlatdik. Do'stlarimiz bilan uchrashdik. Ammo nemishqadir ular jiddiy, gap so'zlari ehtiyotchan edi. Men Ra'na bilan uning uyidimi, maktab binosidimi uchrasha olmadim. Men bo'layotgan ahvollarni Mirzahmat bilan Muhammad Nizomiddindan xoli o'rmonda egilagan edim. 4-bob. Xislatlik ekran va xosiyatli hajviy rasm. Söygü yo'lida bir chechak, jannat misoli ba'zida. Omad qushi kulgan chig'i, go'har oqar ko'z yoshida. Kash ko'zga yiqilmasimi, havo issiq taftidan yonmagan edi. Men peshindan keyin Rus klubi, ya'ni hozirgi Do'stlik kinoxonasidagi kino e'loniga yiqilib keldim. Yezida kino ko'rmaganimga yerim yildan oshgan edi. Tenha bilet setib aldımda zalning orqa tarafidagi o'rindiqda o'tirdim. Atrofimda odam toza
zich bo'lmasimi, oldingi qatorda, o'rta qatorda bo'sh o'rin yo'q deyarlik edi. O zamanlarda televizor bo'lmag'achqa, uning ustiga Rus klubi atrofi qaynam bozor bo'lg'achqa, odamlar kinoxonaga bas-bas kirishatdi. Bir chaqda yenimga Ra'noning Tursunxon degan do'sti kelib, "Sizni chaqirdi, yenida bir kishilik o'rin bo'sh", dedi. Men darhol sezdim. Kim chaqirdi deyishning o'rni yo'q edi. Tursunxonga agishib, o'tira qatorining o'ng tarafidagi o'rinda o'tirgan Ra'noga ko'zim tushdi. O kaltiyan esil kopti kiygan bo'lib, chechini kayniga yerim halqa qilib o'rib olgan edi. Odamlik to'lgan bu qishliq maydonda u men bilan qisqa, ammo mas'ullik didorlashdi. Mushu yerda uchrashadigan bo'ldik-da, hammadan xabar topdim, dedi u. Men uni izlab yurganimni tuqqanligini bildim. Darhol sahna qorong'ulashib, kino boshlanib ketgachga ortiq paranglashqa bo'lmadi. U mening o'ng tarafimda, Tursunxonning sol tarafida edi. Men iloji bor uning nefis kiyimlari, yalang'och yumron belaklariga diqqatsizlikdan tegib ketmaslik uchun o'zimni uningdan jiroqlashtirishga tirishatdim. U qandaqdir nozik ushqu tuyg'u ritmiga qarshi axloqiy ong harakati edi. U mening nazarimda o'zini xilala erkin, mag'rur, shu sababli salobatlik tutatdi. U arlab mendan kinodagi ba'zi bir voqealikka izohat, naqshlarga tarjima so'raydi. Ta'sirlanib ketganda belikini qimirlatib, o'z hissiyotlarini ifodalaydi. Bu Hindistonning Sargardon nomli mashhur kino filmi bo'lib, uning keyin aytib berishiga qaraganda, u bu filmni 10 necha qitim ko'rgan. U bu kinodagi Rajining yomg'irliq ko'chada tug'ilgani, nasab haqidagi qandoshlik qarashlari asartidan bo'lgan fojialar, ijtimoiy xorliq, haqorat qatorliq ko'rinishlardan yig'laydi. Men Ra'noning muhabbat kinolarini ijtimoiy turmush nuqtasidan ko'zlaydiganligini bildim. Ürümchiga qaytib kelganimdan keyin bu shaharda siyosiy havo butunlay jiddiylashib ketganligini his qildim. Ancha uzun o'tmay atalmish cho'ng xatli gazet, ya'ni Dazbov degan kashfiyot maydonga chiqdi. Ismi jismi noma'lum Abdumat Begiz Kirpa degan mas'uliyati yo'q qalam egalari har kimlar ustidan cho'ng xatli gazet choplag'ili, hajviy rasmlarni sizib choplag'ili turdi. Osman Ziyoning g'arazlik o'rinlashtirishi bilan Ra'no bilan ikkimiz atayin chetishtirilib sizilgan hajviy rasmlarni Qizil bino eshigi oldiga choplandi. Bu meni ko'ralmaganlar bilan Ra'noga ko'z tashlab yurganlarga bo'lib berdi. Do'stlarim ustidimi cho'ng xatli eslar chiqdi. Men Ra'noning bu haqoratnomani ko'ribla yig'lab uyga qaytganligini anglab, ichim etildirgan qomashdek bo'lib ketdi. Ixtiyorsiz uning qo'rosiga berib qolgan edim. U chaqda u Xinjiang universiteti ko'la oyig'idagi bir qavatlik oila qo'rosi turardi. Men uning uyiga kirishga jur'at qila olmadim va uni shu qo'rodagi boshqa bir o'qituvchining uyiga chaqirdim. U meni ko'rishi bilanla o'z do'stini ko'rgandakla yig'lab ketdi. Uni o'rindiqda o'ltirg'izib, uning yenida o'yri turib, cho'ng zakonlardan so'zlab, uni tinchitmoqchi bo'ldi. U beshini to'ban silib, to'xtamay yig'laydi. Uning yangi yuyilgan, namlari ketmagan qunduz chochlari siliq taralgan, qatirib o'rilib, do'lisiga eshib tugunchaklangachga, uningdan 18 yoshlik bu ajoyib sohib jamolning xushburaqi gupildab
dimaqqa urilib turadi. Qunduz chashlar o'z sehri bilan ko'nglimni qidiqlaydi. Ammo men o'z tuyg'ularimni, u hatto o'tliq gulxan harorati hosil qilgandimi, bo'lmag'uri ushoq harakatlar bilan paslashtirishni nomus ko'rardim. Men har qancha cho'ng zakullarni so'ziginim bilan Ra'noning qizliq ma'suma tuyg'ularidan yamrab chiqqan tunji haqoratlanishga qaratgan iftixor ko'z yoshlarini to'xtata olmaydi. Bu oq atrigulning tunji yomg'ir yeshinga yo'liqishi, uning qarqumchoq ko'z go'harlarining tunji alam ko'z yoshlarida chayqalishi edi. Gerçi bu qitimliq ko'z yoshi va uningga sababchi bo'lgan haqoratnoma ikkimizning texi shartlashmagan sevgi hissiyotlarimizni kuchaytgan va uni jamoat oldida e'lon qilish rolini o'tagan bo'lsa-mu, men hozirgacha bu manzardan larzaga kelib titrayman. Hozir o'ylaganimda bu ko'z yosh zaminda ko'tarilgan so'lchil xoish terrorlikning pok qalblardagi fojialik qismatlarning bari boshlanishi edi. O milliard nüfusluq bu elde qancha rejim, qancha sürgün, qancha begunoh o'lim va qancha so'roqchilik ofatini keltirmagicha to'xtamadi. Hozir o'ylaganimda men Ra'noning ko'z yoshi bilan billa uningga hamroh bo'lib, yeshim 60 ga kirguncha ko'p qitim kulib turgan, chakchib turgan qiyofatda açıq hasratlanib yig'ladim. Erlik yig'isi, shirning nolisi, ko'rinmaydi yosh tomchisi, soqaymaydi uning yorisi degan so'z bor. Ammo menga nisbatan Ra'no texmi ko'p yig'ladi. U men uchun hammadan ko'p, hammadan ochiq, hammadan kuyunib, laxt yig'ladi. Men ko'yiqab og'zida yoki jahannam ishki oldida tosh yurak bo'lib olsammi, Ra'noning ko'zi yoshi oldida teriqdek titrab, simotdek erib qo'yilaman. Meni haqoratlik, cho'nqatlik yezitlar, qoralliq tutqun qilishlar, vahimalik, pelimot o'qlari ikkilantirgan emas. Ammo Ra'noning yig'isi meni taslim qildirdi. Men o'zimni yig'izarsiz muhitga erishtirib olmadim. Aksi holda men Ra'noga kishilik ko'z yoshlarining normasidan halqagan ajoyib ig'ir ko'z yoshlari elib keldim. Men uning ko'z yoshlari oldida to'pon suyida Tangridan inoyat tilagan Nuhdek uningdan kechirim so'rayman. Haydar Xorazmi nechundir azgulikning ko'zlari nam yaralgandir deb yozgan edi. Poklik, vijdon, g'urur tufayli azgu malaikning qalbi haqqoniyat va or nomus javharlari bilan chayqalgan ko'z yoshlariga pavas edi. Bu qitimliq haqoratnomaga ulinib, Ra'noning nomiga cho'ng xatli gazet yoki hashvi rasm chiqmadi. Osmon Ziyo inson uvlash shikoriga meni orqaroq qilib olgan edi. Mening ustimda anda-sanda chiqqan cho'ng xatli gazetlar bargan seri butkul maktab bo'ylab maxsus menga qartilgan bir yurish cho'ng xatli gazet tizmisiga aylanishga boshladi. Men Ra'nolarning o'g'inish guruhidan ayrilib, masalasi borlar guruhisida o'g'inadigan bo'ldim. Cho'ng xatli gazetlar pash qilish qimmatiga ega emas. Haqorat, yala chaplash va o'ylirma tasavvur xarakterida ko'payib berdi.
Osman Ziya zaharlik çümülü bilen adam öldürüş hilesini işqi selib atatdı. Şuar bilen qopallık inqilab sanalgan jayda ig'va bilen uydurma haqiqat bolup qelishi tabiiy edi. İstil tuzish harakati tarix nuqtasidan g'oyat zo'r istil buzilishning fojiali yaldamisi edi. O keyingi yerim asr ichida xalqimiz beshiga tushgan kulpat va ofatlarning muqaddimasi va uruqi bo'ldi. O yalğız bir çoğun eziqish emas, balki bir çoğun bevafoliq, aldamchilik va taş yüreklikning ming yillar davomida hozirlangan va kelgusi ming yillar jarayonida masxirlik talqin qilinadigan cho'ng oshkorlanishi bo'ldi. Yürekler mecildi. İşenç ümitler çaylandi. Kişiler haqorat, xorliq, zulmet, hatta ölüm dergahlarına taşlandı. Ama o bir ruhiyatni, tolumu qabahatlik, şerq hakim mutlaqliqini kişilerge tonutdi. İnsan tabiiydi, insani qadr qimmat ve insonparvarlik bilen qilcha aloqasiz bu talbilik ruhi kasallik emas, balki on qilipi kasalligi süptida jirindak qaynab chiqmasligi mumkin emas edi. Sol iboralar faqat ma'sum yuraklar ham so'z iboriga namoz o'quvchilarni bazlaydigan ranglik tom surati edi. Buni bilmaslik tansizlik, buni demaslik jonsizlikdir. O öz növbətində nurgun lechinka tuxumi edi. Ulardan mengini yeydigan, quloqni pan qiladigan hasharatlar yaraldı. Tarix buruqtirma bo'ldi. Umumiy xalq fojiasi boshlandi. Dostlarım menden zerikdi. Düşmanlarım sen mi zerik? Sen mi qıldın bevapa, meni qılmaz demigin? Nemi koylarda jüresen, meni bilmez demigin? Mesti ben, mestani men, mest bulmasam, içendi men. Mestligimge paylamay, yaqam tutu, yığlamdı men. Qara deydi, qara deydi. Qara mende yok. Qarı muqның qasraqıdak günah mende yok. Telkinin davanıdın karvan toxtumay ötdi. Sulayman yığılğan bilen elahun yığılmay ötdi. Bu tipteki naqşılar hemme idare, zavut, karxana, yurt, mahallerde yanlışqı başladı. Ümit, işenç bilen vidalışqa başlagan edi. Men Rənani her günü onun öyüge qaytqan, menin aşxanıga qatnaydigan yolumuzdaki Semut istolba yine de uçurtdattım. Onun mu däl şu paytga toğırlap yolga çıkışını bilmeymin. Ama men içimge bir uçum çümülü selib algandakla ornumda turalmaydım. Alemning ma'lum bo'lishi manga muhim emasdek qilardi. Muhimi uni har kuni bir qitim ko'rib, xush tabassum salomlashib o'tish edi. 5-bob. Uning qaysi bir so'zi xato? Kim yo'laydi yiqilsang, qalbi bir mard bo'lmasa, kim so'zlaydi haq barang, gar jur'atga to'lmasa. O'ngchillikqa qarshi kurash nima sababdan milliy kadrlar orasida boshqa variantda, ya'ni yerlik millatchilikka qarshi kurash shaklida davom qilganligi menga hali sir. 1958-yili Ürümçi ko'chalari cho'ng xatlik yeslar bilan, havosi qiya, chiya, shuar cho'qqanlari bilan to'lgan edi. Kimdir biri aytgandek, bu harakat
otni egardin, xotinni ardin, iftixorni yerdan ayirib etgan shafqatsiz tus oldi. Bir tarafda bekinma asrlar ro'yxatida bo'lgan aktivlik bilan partiyaga kirish, sinoqdan o'tib yuqori martabaga erishish yo'lidagi qizg'inlik. Yana bir tarafda ümidsizlik yaldamısı bo'lgan, o'lib olgan, aqldan ozgan, ümidsizlikka tushgan, bir-birini azgalga ittirishga majbur qilingan vahimalik manzara hamma yerda ansizlik paydo qilgan. Osman Ziya meni löm-löm divanlar qo'yilgan ishxonasiga chaqirib, "Yo'ldosh Abdushukur, sizni amma ba'zi savollarga javob bersa deb talab qilyapti. Partiya a'zolari har vaqt partiyaning sinov va tekshirishni qabul qilishi lozim. Yo'ldosh Stalin faqat 5% rost bo'lsa qabul qilish kerak degan edi. Umidim hamma fikrni qahramonlik bilan qabul qilib ulgi tiklash. Sekretar Sodirdan keyin bugun siz o'tirg'a tushsiz" deb uqtirdi. Men bo'ladi dedimda chiqib ketdim. Amma men 5% rost bo'lsa, 95% yolg'onni pok sifatida bo'yniga elib olishni haqiqatga qilingan osiylik, tantak qahramonlik deb qaraydim. Birdan xursand qoldim. Agar ish mushu tariqadagi o'lchambarligi bilan tantak qahramonlik tarzida davom qilaversa, umumiylik jihatda qandoq nohaqlik, fojia va parakandichilik ofati jamiyatni qoplar ha? Qizil bino meni kulib o'z qo'yniga olgan ona maktab. U endi mehribon murabbiyaga emas, balki o'z bolasini beshidan tishlab yeyishga xirs qilayotgan mushukka o'xshab qelyapti. O ilgirimi, ya'ni 1930-1940 yillarda o'z qo'yniga kelgan o'quvchilarni 1-2 yil o'qitib, ko'zini ichib qo'yibla, ularni zindon yoki surgunlikka haydaydi. U xuddi uyqusi buzilgan siyoqi o'z qo'ynidagi farzandlariga changal selishga boshladi. Eng qabahatlik ikki yuzlamalik. Bir tarafda yo'ldosh, partiya a'zosi, sinoq, qahramonlik bilan fikr qabul qilib ulgi tiklash, ommaning ba'zi savollarini rozi qilish degandek muloyim so'zdagi partiya ichi suhbati. Yana bir tarafda jiddiy hozirlik, ikki rassom taklif qilingan hajviy rasmlar ko'rgazmasi, shuarchilik, savol qo'yguchilar, radiya berguchilar, tahlilchilar turkumlarni bekitgan raqiblik jang o'rinlashtirishi. Arab tilidan Uyg'urlar o'zlashtirib olgan munofiqlik, ikki yuzlimilik riyosatchiligi ostida qabohat stilining ezgulik stilini tuzashdan boshqa yana nimani oqil his qilish mumkin? Mana qilingan jang taraddudi bitdi. Qizil binoning 3-qavatidagi zal tomlarga qon surkivatgandek qizil latta, qizil qog'ozlarga eng oxirgi qahri qabohatlik shuarlar yo'qolsin degan xatlar bilan yezilib chaplangan edi. Dal fitna ig'vo romantiksi tasavvur cho'lbirini qo'yib atgan joyda hammaning mantiqiga isyon qilishini ko'rishga bo'ladi. Ajviy rasmlarga masxara ro'yida eransiz g'urur bilan ola ko'z tashladim. Meni Nasriddin apandi qiyofatida sallilik jobdutib, eshakka ta'tir mindirib, Uyg'uriston podshohi degan iborani yezib, bir yerga ko'tarilayotgan quyoshga qarab beshini so'zgan bir poqini sizib, "Men Uyg'ur Marksi" degan iborani yezib, yana birga qolgan joylarga aytavur shundoq bir-biriga zid hajviy rasmlar chaplashgan edi.
Men özümning padişah yoki markiz simasida gavlandirilganligimni bilolmaydim. Hayronman. Eng qora bosqan tushdimi? Munda qarama qarshi yuzlanish bo'lmaydi-ku. Bu ikki yuzlimilik munofiqlik mantiqisining mahsuli edi xolos. Mana janggoh. Kichkina taxta supa ustida yig'in boshqaruvchi Osman Ziya va uning tizib olgan qo'rchoqlari o'ltiradi. O'ng yonda bir parta ustiga oq dasturxon selingan bo'lib, bir o'rindiq qo'yilgan edi. Maktab partkomining sekretari Sadir Turshani u yerda kurash qilyotdi. Rejissorning ekran atlash yoki parda yotkash o'rinlashtirishi bo'yicha kimdir biri. Sekretar Sadir Turshadin men to'g'riliq bir nimani so'ragan bo'ldi. Shu chaqda yana biri bo'ktirma qilingan Konopka rolidagi shaxs meni sahnaga chiqib, o'zi javob bersin deb varqiradi. Osman Ziyaning o'rnidan turib, o'zini oshkorlab taklif qilishi bilan sekretar Sadir Turshaning o'rniga men chiqdim. Helim esimde. Dasturxonda bir kichik qachiga elingan qizilgul va bir choy stakani qo'yib edi. Bu harakatning to'limi demokratik nomda cho'ng bas munozara nomidagi amdilatin boshlangandagi madaniyatlik zinnat buyumlari bo'lib, harakatning ashadiylashishi bilan bu takalluflar cho'rib etildi. Gülning bargilari uchiqdalgan qushbeydak shalanglab ketdi. Uning tikanlari xuddi qush tirnoqlaridek bargan sari yalang'och yaltirab turadi. Uni bir qach qizilgul degandan ko'ra bir qacha nashtar tikan degan tuzuk edi. Texi 25 yoshga kirmagan edim. Menga ikki narsa kuch ato qilib turadi. Uning biri haqqoniyat bo'lib, men ushaq tushakka e'tibor qilmaslik, muhim masalalarda Stalinning so'zini anglamaslik, nodonlikqa sukut qilish, tuhmatni keskin rad qilish pozitsiyasini tanlagan edi. Bu haqqoniy ruh mendan sabr toqatni, tahlil va mantiqini talab qiladi. Yana biri Ra'noning mushundaq maydonda borligi, uning meni tunji qitim dushmanlik nazaridagi qo'rshab hujum qilish sharoitida ko'zatishi edi. Bu bir ig'ir mas'uliyat va or nomuslik sinoq edi. Men qandaqdir Osman Ziyaning sinoqlariga emas, balki Ra'noning sinoqlariga javob berishim lozim edi. Bu erlik burçlarını ko'rsatadigan, ishiq lirikalarga tayinadigan, pulpazlik yoki qora kuch no'chiligini ko'z qiladigan sinoq emas. O'zining xalq va haqiqat bilan bo'lgan vijdoniy aloqalarini ifodalaydigan erlik sinoqi edi. Bu dal Ra'noning g'ururi ko'zitib turgan tarozi chekdi edi. Ra'noning mushu maydonda borligini dastlab noto'g'ri his qildim. Holim yomon ahvolda qolganda u mendan chatlab ketar, o'ti yo'q o'choqqa kim qarab o'ltirdi deb o'ylagan edim. Kim bilsin, bu kichikkina mag'rur Oqquning muhabbat nafrati elning muhabbat nafrati bilan ro'shan birlashgan haqqoniyatda kayniga dojimas qiz bo'lib chiqdi. Kurash jarayoni uning meni tushunish, menga hissdoshlik, dilkashlik, hatto ro'shan va keskin homiylik jarayoni bo'ldi.
Мен буны сәскенімден кейін Рәнаның bu мәйданда барлығы маңа әқіл, хиссият аралашқан бір мәдәт болды. Мен hayatımda nurgun qitim mundaq siyasi, ictimai bohranға, sün'i, zor yosunda düş geldi. Bularning hammasi de Rəna manga daim ilhamchi ve ruhi terek bo'ldi. Bu ezgü malaikisi bolmaganda mening Nuh kemem topan kelkunlarda g'arq bo'lib ketishi ko'rinib turgan ish edi. Üstümdeki küreş terkişip kalgan iki at beygisidek uzun sozulup aylar öttü. Men Şinjan ziyalileri içinde en uzun ve en qattiq küreşke tartıldım. Ular bütkül medeniyet mağrib sahasıdın natiqlar, siyasi yollarını bana karşı toplaştı. Herhalde Gang derya yaqsıga xeyli köp jang pili seferber kılıngan edi. Men qabahat natiqlarining bechara yollanmalıqlarına eçin attım. Ular haqiqatsiz nutqdan alximiklar mistin oltin chiqargandek bir ratda g'oliblik chiqarishga ishonsa kerak. Haqiqatsiz nutqdan alximiklar mistin oltin chiqargandek bir ratda g'oliblik chiqarishga ishonsa kerak. Birinchi bo'lib Qaramtul semiz yüzlük teklif bilen keltirilgen bir edip mening bir zamanlarda jamiyat taraqqiyot tarixi dersini o'qivatgan cheg'imda yozgan Qari Qushqash, ya'ni Qari G'oja nomli balla odamni hujum eg'izi qilib, milliy masala nuqtasidan tipik yerlik millatchilik, g'arazlik milliy haqorat deb so'ziga turdi. U butkul dostonni o'z qarashlari bo'yicha o'qib tanqidlagan bo'ldi. Maddohning hay-haychilaridek bir qanchasining nima deysan, javob ber deydigan paytini kutib turatdim. Ular hamma sadamga ko'zni yumib varqiraydigan mexanizm edi. Qaltis ig'ir xatolashyapsan adib, dedim men. Biz her qachon sinipi kurashni millat va milliy kurashning oldiga qo'yib kelyapmiz. Bu balladada Shauroychan muallimning jamiyat taraqqiyot tarixi darsida kapitalizmning dastlabki jamg'irish bosqichida Amerika Hindiyanlarining qirilishi, dahshatli qirilishini bilganimdan keyin ko'zimga adolat yishi elib yozgan dastonim. Eğer bunu cinayi paket deyishga bel bağlagan bolsak, tövendeki 3 noktada tep tartmay hata hüküm qilishga razılık bildirishim lazım. Ular birinchi Amerika burjuaziyasi, Angliya, İspaniya burjuaziyasining oqlanishi. Ikkinchi, o'xshash ma'noda fashizmga qarshi butkul front German milletiga qarshi dünya. Albatta, o yerlikdan cho'ng xarakterlik millatchilik deyilishi. Üçüncü, muallim, Shauroychan, darslik tuzguchi va nashr qilguvchilar yerlik millatchilik targ'ibotchilari qilinishi lozim bo'ladi. Ikkining biri buning qancha persenti to'g'ri, qaysi yerining nemiga tipik haqorati bo'ladiganligini jamoat farq eta oladi. Murakkab. Eliqi Qaramtul natiq kömürdek qarayib ketdi. Mexanizmlar varqirash, savol so'rash, radio berishni bilmay, xuddi ovozi chiqmas radiodek bo'lib qolgan edi. Rejissor Osman Ziya o'z qiyofatini deganimdan ko'ra o'z rolini oshkorladi. O Şirani mushtlab başqa yo'g'on zakonlarni, bu kurashning ikki sinib, ikki yo'l orasidagi cho'ng haq, cho'ng nohaq kurashi ekanligi qatorliqlar bilan quruq og'zini to'shqizib birdinla yig'in oxirlashdi dedi. Menga uning zakonlari semiz yuzini o'z kaçti bilan ishitib olgandek to'yilgan edi. U o'z mexanizmlarini bazgacha
silkishlab remont qiladigan bechora aktivlar yig'ini ochgandan keyin atsi kurashni davom qildirdi. Meni Yusufqas Hojib va Mahmud Qashqari haqida maqol yozish, uch viloyat inqilobi ustida kitob yozishning o'zi yerlik millatchilik degandek masalalarda aybladi. Yana falsafa kurjiki uyushtirdi. Pravda, ya'ni haqiqat gazetining tip masalasidagi choshma maqolasiga e'tizor bildirdi. Uyg'ur xalqini qadimki madaniyatlik millatlardan bo'lgan dedi. Harakatda ig'ir kengaytib etish, ikki xil ziddiyatni o'rlashtirib etish xohishi yuz berdi dedi. Ko'plab o'ngchi, millatchi qezib chiqishimizga norozilik bildirdi. Burjuaziya insonparvarligi orqali proletariat diktaturasiga qarshi chiqdi degandek bo'xtonlar bargan sari asabiylashib, qandaqdir milliy kommunizm yo'liga mangdi. Kurjup nomida partiya qurishga tayyorlandi. Proletariat dohilari bilan o'zanga so'qishtirdi degandek yala o'ydirmalar yozilgan cho'ng xatlik yezit, hajviy rasmlar bilan to'lgan o'tliq qaynam shakllantirdi. Yatoq ko'chirtib, orqamga nazoratchi payloqchi qo'yildi. Mushu kunlarda men harakatga va uning boshqaruvchilariga butunlay shubha bilan qarashga boshladim. Ular meni emas, o'zlarini oshkora pash qilishga tutingan edi. Bundaq asabiylik Ra'noning taqtini taqqaldi. U baştala mening bu maydondagi homiylik va izohat so'zlarimni boshqalarning yolg'on yavdoqlari bilan selishtirib, uning so'zining yo'li bor. U aytgan zakullarning qaysi biri xato deb chiqdi. U darhol haqqoniy ong egalarining hurmatiga erishdi. Ammo shukursila titrab ketadigan ba'zi mexanizmlar Osman Ziyoga arz qildi. Osman Ziyo Ra'no orqali menga qo'l selishni o'ylab qoldi. U yana bu qizning so'zi va jasorati ikkilanib turgan yosh muallimlar bilan kurashni kuchaytirish uchun qo'shilgan milliy o'quvchilarda kuchli ta'sir paydo qilib qo'ymasin deb o'yladi va heliqi arzchilarga Yo'ldosh Ra'no kichik, Şinjandagi sinfiy kurashdan xabarsiz. Uning qallasida texi Yevropa ta'siri yo'qolgani yo'q. Yo'ldosh Ra'no ishchi oilasidan kelib chiqqan. Biz uni boshqa yo'l bilan tarbiyalab olamiz deb ularni qaytirdi va Ra'no bilan so'zlashib, ko'rish oldida qo'lchumoqlarga bir hajviy rasm chizib chaplatqizdi. Hajviy rasmda Ra'noning ustiga olma o'riqqa ranglik yopka bilan chekim gullik kofta kiydirilgan. Ikki o'rim chechi bilan yopkasining peshi uchib turgan bo'lib, o'ng qo'li oliqini ichilgan peti oldiga so'zilgan ko'rinishda sizdirilgan. Hajviy rasmga Abdushukurda masala yo'q degan xat yozilgan edi. Osman Ziyoning hiylasini Ra'no bir ta'kidla qaytirib etdi. Bu hajviy rasmdan u xuddi tarixning hukmini oldin, ammo dal joyida aytgandek mag'rur edi. Men Ra'nodan ta'sirlandim. Yig'lang'u masala topshirganlar bilan do'stlikdan bir dumlabla akt bo'lib olgan odamlarga qaraganda bu kichkina tomochuq, ongliq, jasoratlik, nohaqqa o'lsimi tiz bukmas, g'ayur tabiat inson edi. Bu arada Sovetdan ota-onam keldi. Ular mendek yolg'iz o'g'lini elib ketish yoki o'zlari yo'tkilib kelish uchun aeroplanda men bilan 3 kishilik kelib qaytish bileti elib kelgan edi. Ularni shu zamondagi harakatning rahbarlari, Abdunum rayonining raisi, muavin raislari Sayfiddin Azizi, Abdulla Zakirovlar
ular tushgan uyga kelib yo'qlashdi. Keyik etib kelishdi. Meni Qizil akademiyada o'qiyotdi deb ularni bazildi. Meni birdilla nazoratdan bo'shatib, har kuni ota-onam bilan ko'rishishga ruxsat qilishdi. Men o chaqlarda Ra'nani boshlab kelib, maqtinib ularga ko'rsatgim keldi. Ammo nima chora? Texi biz rasmiy yurmagan, bir-birimizga eg'iz ichib, rozilik bildirishmagan tursa, bu uyatsizlik bo'lmasmidi? Ular meni elib ketolmadi. Men unutmadim. Men bunda holatda chet elga ketishni nomardlik hisobladim. Ko'nglimda Ra'nani naganda jiroq yaqinda ko'rib turish sharofatidan ayrilib kelishni xohlamaydim. Ota-onam ayni zamanda jannat hisoblangan elga qaytdi. Men Ra'naning qadam izlariga talmurib, bo'yniga taqoq silingan mahbusdek o't qaynayotgan zaminda qoldi. Bir 1958 yilining mudhish qish fasli. Butkul Jungoda yamragan Po'lat tavlash harakati. Maktabimiz ikki qismga bo'linib, Shisan va Dongsanga maqollashdi. Men Dongsanning Sho'rbulaq jilg'a, ya'ni Janchwango degan yeridagi bir gamidin sekretar Sadir Turshaning yenidan o'rin oldim. Dastlabida gami qazdim, rodik ko'ladim. Keyincha 3 metr teranlikdagi pech deb ataladigan to'siqliq azgal ko'ladim. Menga biri nazorat qiladi. Men uning yerim normasini qo'shib ishladim. Ra'na ayol qiz o'qituvchilar qatorida emgak qiladi. Atdiganlik, gimnastika, sho'rliq suvda yuz yuyish, umach, nashtiliq, paxtiliq chapan yoki jirtiq jo'lar kiyib, zambil, jo'tu, gurjak bilan ishqi chiqish, kashlik, tanbiya yoki masala sodir qilganlarni kurashga tortish. Mashg'ulot shula edi. Mushu Po'lat tavlash harakatida qanchalagan kishi o'tliq qishda kuyib o'ldi. Behisob mevalik bog', qanchalagan orchilik tog' vayron bo'ldi. Son-sanoqsiz mol uloq tapqa aylandi. Mushu Po'lat tavlash otishdagi bir navri inim Amannullani uning yeni nikahlangan ayoli bilan tog' ostida mangu qoldirishdi. Mushu Po'lat tavlash otishdagi qadim qo'ru joylarning lim tövriklarini osmonga is qilib purkitib etdi. Bu Po'lat tavlashdan Po'lat marshal chiqmadi. Odammi tavlanmadi. Yurt gadoylashib, turmush tas qoldi. Men naganda Ra'naning tog' bag'rida jo'tu chepivatgan yoki zambil ko'tiravatganligini ko'ratdim. U xuddi qor laylisida ko'rinadi. Nemisini desam bo'lar. U erkin, shirin bo'lolmaganidek, menmi tog'ni talqon qilib etadigan Farhod emas edim. Çağan herhalde Butsatlı ve Guanyingning şaqqatlik diliga saldı bo'lg'ay, hammamiz qahirdan so'g'oqda piyoda mengib maktabga qaytdik. Ra'nami yuk taqinlarini yudib piyoda qaytdi. Shuncha emgakdan bir qozon qo'yg'udek cho'yin chiqmadi. Ammo bu go'zal jilg'a o'g'ri bulg'an kapidek vayrona siyaqti qoldi.
Meni kurash obyektlari yo'tkab kelingan yataqqa o'rinlashtirdi. Bu yataqda Cho'nan keyincha vafot bo'ldi. Qaddash, hozir Qozog'istonning mashhur yozuvchisi bor edi. Qaddash keyincha 3 tomliq so'nggi ko'shi, ya'ni oxirgi ko'chish nomli roman yozdi va meni Abdushukur nomida Uyg'ur ziyolisi qilib tasvirladi. Osman Ziya menga atalmış yakki materialni qo'l qo'yishga kirgizib berdi. Bu qiltaqqa bo'dini tutish edi. Yakki material zodi menga o'xshamaydigan yana bir qurashtirma rasm edi. Men hamma xato va yolg'on jumlalarni sizdim. Natijada hech yeri saqalmagan bu narsani Osman Ziyoga bir parcha ochiq xat bilan topshirdim. Ochiq xat men uchun chin, uning uchun chidog'siz eg'ir edi. Men kim xalq maydonida haqqoniyatni qo'g'dayotdi, kim aks maydonida xalq ruhiyatini dafsanda qilyotdi. Buni sizning emas, tarixning so'tidan anglag'im keladi. Men meni haqoratligichilardan haqiqat qudrati oldida g'olibman. Qabohat kuchlari tufayli ojizman. Menmo Shakespeare she'rida yozgandek, vijdon dedak bo'ldi bugun qabohatning generaliga demoqchiman. Men tarixning oqlishiga ishonaman. U tarix ustida yip tortib qunchuq o'ynatayotgan latqunchoq teatri emas. Bu uchiq zimin, nozik tarixni qilgan atganlaringlarni nega tiqib yoshira olaysizlar deb yozdim va uni xalq oldida oshkora dozibov shaklida choplashni talab qilgan edim. Onun tayyorlagan materialiga qo'l qo'ymadim. Aksicha bu tahqirsiz bo'xton va o'ydirma deb yozib qo'ydim. Xat Osman Ziyoni qaqshatdi ehtimalim. Bir ayolni qo'lga elish yig'inida u o'rnidan turib, o'zini osmonga qo'yib, bizni bir siqim tuproqchilikmi ko'zga ilmagan dedi. Biroq ochiq xat yepiq bo'yicha qoldi. Arqamga ikki payloqchi selib qo'ydi. Kunlarning birida Rana Qizil bino koridorni yuyib u bargan seri menga yaqinlab sürülüp kelatdi. Men uningdan aymin etdim. Boshqa do'stlarimdek uningga so'zligim yo'q edi. U yanada yaqinladi. Men uning hol so'rash istikini his qildim va bu yerdan jiroqlab ketdim. 1959-yili may menga ko'rilgan chora e'lon qilindi. Chora o'ng qalpiqini kiygizish, partiyadan chiqarish, xizmat stajini saqlab qelish, emgak bilan tarbiyalashga avatish deganlar bo'lib, bu choraga Abdunum rayonlik partikom madaniyat ma'rif bo'limining tamg'asi besilgan edi. Ba'zi loqmichilar chiqishdi va ashaddiy degan so'z qo'shilmabdi-ku deyishdi. Meni bir Mo'ng'ul kadr yuk taqalarimni o'zimga ortqizib, Abdunum rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratiga elib mandi. Men Qaddash qatorliq riyozatdoshlardan ayrildim. Kitob shkafimning yeniga kelib, u yerdagi tizilgan kitoblarga bir quruq qaradim-da, kuldim. Yuk taqalarimni yudib, Qizil bino eshigidan chiqib etib, onunğa yenişlap qaradım. Turupdi men ot ara tenha içib, uryanu barımni. Bi arlara yağ çaçur, terik etmikimge ixtiyarimni. Tutup xanjar, o'qib epsun, kömüp uzaq, yepilmiştur. Malametdə ləhənlər g'arq etelmey qiyarimni. Huqush ko'zlar qadalmışdır, to'qib
pinhanda ming ig'vo, ekaklab tishlarini kaskili sarvi chinorim. Bu dal jismoniy halokat tavqasi edi. Men hech nimaga qurbati yo'q bu binoning kimningdir olqinidagi arzimas bir xish partisi ekanligini to'yg'anda qilardim. Bu bino o'zining qizil bino degan nomi va ustidagi qizil sirlangan rangiga ega bo'lolmagan emasmidi? Meni boshlab mangan Mo'ng'ul kishi jamoat xavfsizligi nazoratiga elib bordi. Orqadilla Yangi hayot mashinsozlik zavodiga elib bordi. U yerda bo'ynimga nomer yozilgan taxta esib, udul va yondin mahbuslik suratiga tortdi. Kinodagi qismatlari beshimga tushdi. Shu kunilar bu yig'ilish lageri o'ngchi millatchi nomida haqoratlangan yuzlagan yuqori qatlam ziyolisi bilan to'lgan edi. Shunisi yangil tushdiki, bu kunlarda Ra'no maktabda yo'q edi. Ularning maktabimizdagi san'at fakulteti Xinjiang san'at instituti bo'lib, Urumchining g'arbidagi Sanfangu jilg'isiga, ya'ni temir yo'l bo'yiga ko'chirib ketilgan edi. Osman Ziya meni elib ketish oldida chaqirtib, yana 200 qildi. Sizni 3 oylikla tarbiya olsin deb jazoladik. Yigit uchun 3 oy nima edi? Siz qaytib kelib, yana obro'li o'qituvchi bo'lasiz, dedi. U o'zima aldangan edi. Strategiyalik tarix jarayonini qisqa muddatlik ideyaviy tarbiya deb biladi. Men 22 yil bu qalpoqdan xoli bo'lolmay emgak qildim. Yana bir bob o'qib o'tay. 6-bob. Sim to'siqdan halqib kelgan maktub. Tağlar təvrəb yutdumu zimin, ya asmanga çıxdınmı g'oyib. Can jahliga so'qingan iqin, bo'lur oxir shu so'ygi g'olib. Kichikimda, ya'ni 2 yoshimda kelgan bu qadimki yurtdan birdinla g'oyib bo'lib ketdim. Do'stlarim qilib qolgan miroslarim, kitoblarim, nars keraklarimga ega bo'lishgandek, Ra'nog'imi yiqilishish basiga tushgan edi. Elishib qolgan, qazo qilgan, uy o'choqli bo'lib, bugungi kunda navri ko'rishgan bu shoh, matka, chilliklar ustida buningdan ortiq to'xtalish hojatsiz bo'lsa kerak. Bu Ra'noning sohib jamolligini emas, kishilarning go'zallikka talpinish ruhiyatini emas, yana do'stlikning ulug' var tug'i ostidagi qalblarning har xilligini ko'rsatdi. Hayronman. Tangri uningga shuncha ko'p aşk ato qildi. Ammo zaman dahshatlarining panohsiz dashtida yurgan, haqoratlangan men miskinga bir tangdoshsiz mo'jizasini mashq qilgan edi. Bu Ra'noning o'ziga texi so'ygi izhor qilmagan oddiy insonga bo'lgan pok moyildorligi va samimiy xayrixohligi edi. Taqdir zarlang'uvchilarga o'z sovg'isini saqlaydiganligiga ishondim. Bilan yo'qligi ancha farqlanib ketmaydigan erkinlikdan mahrum bo'ldim. Ammo ömür do'lqinlarida menga nur yog'dirib turadigan go'harga muyassar bo'ldi. Ra'no o'ziga
yuyup tarınıp görünüş üçün aldırğan, özgə şirin işqi məktubları sunğan, özünü kino tansılarga təklif qılğan Kamran jigitlər haqqında başqa durmadı. Onun közüdə zimin təkdigi çökкен kimdir birsi izdireksiz qılıdığan panus çıraq bir daqiqimi öçüp qalmadı. Acayip dünya, rengarenk insanlar. Biz Yeni Hayat Maşinsazlık zavodida bir ay turib qaldık. Bu zavodning Sanfangu yolu boyidagi qariyag'ashliq arasida terilg'u yeri bar bo'lib, bizni gruppalar bo'yicha etizli ishlashga elib chiqqan edi. Men yo'l yaqsida ishlayotdim. Bu yana Xinjiang San'at institutiga qatnaydigan yo'l edi. Qaysi izg'irin shamol uchur qildi bilmadim. Yuqoridan Ra'na tushib kelyotdi. U shaharga ketyapsa kerak, men aldirab qoldim. Yenimdeki baraksan ve bir-biriga g'ul talışıp turgan üçtüp qariyag'ashning biriga chiqib oldim. Ra'na ustiga havorang gullik ko'ngla kiygan va qunduz chochlarini gajgisiga turib olgan. Beshiga chiman to'pi kiygan edi. Onun putidagi egiz boshliq to'play shig'illiq yo'lda taqildab turardi. O daraxt tüviga kelib to'xtadi. Etizda ishlayotganlarga bir-birlab ko'z silib chiqdi. U mening mush atrofdagi o'ngchi millatchilar orasida bo'lishi mumkinligini ko'ch paranglari mahbuslarning urug' tuqqanlaridan anglagan edi. Men uni aniq, hatto yaltirab turgan chochlariga qadigan choch qisqishlarigacha aniq ko'rib oldim. O yo'ldan yana bir qism maktabdoshi yaqinlab kelayotganligini ko'rib, yo'lga tushib, shaharga qarab ravon bo'ldi. O chiroqlab ketgandan keyin men daraxtdan tushdim. Nemishqidir daraxtga chiqish vaqtidagi chaqqonligim yo'q. O'zim xeyla ig'irlab qolgan edim. Dilimga she'r yamashdi. Saba sılara mening haqqim uchun g'ul g'unchi ziboni. Vafodor mehrida Tangrim hamisha asrar Ra'nani. Nitay boshimda ming kulpat, biroq al kulpati ol ham mukofot maqsudi qilg'ili dili o't ishqi shaydoni. Taqdir meni bu nohaq oqibat bilan tog'lamoq bo'lib, qaynamliq maktabdan ayrishdan ilgari Ra'nani butkul fakultet bilan onunğa xeyredar bo'lib atqanlar turkumidan ayrivatdi. Arqadınla o Bo'stonliqdagi tantana filmida rol elish uchun Shanxayga ketdi. O qaytib kelibla G'o'ljaga, onundan keyin Qashqarga turmush o'g'inish va xalq san'atchilaridan an'anaviy milliy usul meroslarini to'plash uchun ketib qoldi. Ular Xinjiang San'at institutidan yana Xinjiang usul teatr maktabi bo'lib ayrilib, aerodrom yendiki Jiroq Argun ko'chasiga ko'chib ketdi. Bu hadislar toki men jazo lageridan bo'shab chiqquncha 2 yildan ortiq davomlashdi. Yana shu taqdir men bo'shinib chiqish harpsida Xinjiang universiteti Argunga yo'tkadi. Bu maktab Ra'naning maktabi bilan bir cho'nqorod edi. Bizni tez orada Altayga, Shigobi, ya'ni G'arbiy dashti cho'lga yo'tkadi. Men G'arbiy dashti cho'lga taqsim qilingan edim. Altayga bo'linganlar tog'i go'mirilib halok bo'lishdi. Bu yerda bir yoz, bir qishni o'stan chepish bilan o'tkazdik. Bu hamma yerni ocharchilik bosgan, odamlar qariyag'ash chechki yeydigan, aholi turmushi o'mash bo'tqi saviyasidanmi tovanlab ketgan ofatlik yillar edi. Agar bu tabiiy ofat hoy bermagan bo'lsa, siyosiy ofat qaysi darajaga yetkaydi ha?
Biz bu yerden İliğa, Künes Qara Boğrağa yetkeldik. Yolda maşinimiz yanğı domalap ketdi. Taqdir meni şu beti saqıldı. Yol boyu avtomatlık saqçılar haydab bu tağlıq boz diyarga yetkizdi. Östen çapdık. Aciz bedenim qiran jigitlik yeshiga loyiq zo'raygan edi. Bir qitimda bu qumsang'u zimindin 21 metr to'piq olganim esimde. Emgak halollik maktabi, salomatlik xazinasi nima uchundir menga bundaq shaklda ato qilindi. Xo'sh, yana o'qisam o'qiyverdi ekanman, lekin bek uzrab ketdim o'qandaq. Ot muqamapti. Şunaldım tügütü deymarda. Bakma. Özüm başka kirişip ketyaptım. Ra'nadan xat topshirib oldim. Bu uning tunji xati bo'lib, simptosikları iç tekshirishlar orqali menga tegdi. Ra'naning keyingi aytib berishicha, o Qashqarda xalq san'atchilaridan o'ginayotganda bir yashangan ayol Ra'naning bir xizmatdoshiga qarab, bu balam ajab Shukrullohga o'xshaydi ekan. Voy bichora, Shukrulloh, voy bichora Shukrulloh debdi. Ra'na darhol u ayolga yiqilishib, o'zlari kim bo'llar? Abdushukurni qandoq billar? deb so'rabdi. O ayol o'zining onam Hamroxonning qadinas do'sti ekanligini, yolg'iz o'g'li mening ahvolimni yaqinda chet eldagi onamdan uningga meni yo'qlab qo'yishi to'g'risida xat va mening hozirgi adresimni olganligini so'zlab beribdi. Uyiga elib berib, oilamdagilarning suratlarini ko'rsatib mehmon qildi. Men bu ayol Niyoz xonimni keyingi chaqlarda Qashqarga borganimda ziyorat qildim. Ra'na borgan chaqda u olamdan o'tgan ekan. Ra'naning xatini elib hang-tang qoldim. Qo'yin daftarimga chaplab olgan uning so'rtini qo'limga elib uzoq qaradim. Xarliq, haqoratga to'lgan ro'yitim ko'zimga yosh tumanlari tizganda avaylab konvertni ochdim. Ko'z oldimda dani tizilgan oltin qalam izlari jilvilandi. Hatto uzungacha adresimni bilolmaganlik, oxiri Niyoz xonim orqali adresimni topganligi tilga ilingandan keyin mendan qizg'in hol so'ragan va o'z adresini yangidan yo'tkalgan usul maktabini menga ma'lum qilgan. Ra'naning tunji xatidan suv yalab turgan bu olmos qiyoning quvvat tik turganligini, uning qalbidagi o'z o'rnimni sezdim. Bu xat men uchun yangi bir qit'aning tepilishidanmi zo'r xo'shallik edi. Ra'naning xati menga ilhom bag'ishladi. Men uning adresiga xat yozdim. Xat minnatdorlik iboralardan boshqa uning xatidan subhiylik tong yo'riqini ko'rganligim. Bu haqoratli kunlarda suyumlik bir qerindishim singlimning borligidan o'zimni yengil his qilishga boshlaganligimni izhor qilgan edi. Albatta, hatto qalbimdagi hissiyotlarimni tonurdan qisqashda cho'qlar olgandek gulxonchi qalbimdan jumlalar tizdim. Batlarni qo'qoslar ko'ydirmasin deb misralar ustiga yoshlar temizdim. Deb yozg'im bor edi. Unda qilolmadim. Xatni bir kasbdoshi ochgan, Ra'na xatni ololmagan. Uning birdam Sovetga, ota-onam qishig'i ketaman, birdam yaqinda yo'tkilib ketamiz degan yolg'on so'zidan bearam bo'lgan. Ra'naga xatni selib bo'lib, opamdan xat topshirib oldim.
Bu musibatlik qon yoshlari bilan to'lgan xat edi. Xatda 1961-yil noyabrda dadamning qazo qilganligi va opamning Marsiya g'azali yozilgan edi. Ko'zim qorong'ulashdi. Gelim siqilib, jahon tarayib ketdi. Höngürək etib yığlashning yo'li yo'q. O'zimning quduq go'mbaq oldiga kelib qolganligimni bilmay qoldim. Bu yerni teran uyub, ichiga arg'amchi bilan do'dan mahbuslarni solab qo'ydigan tar jazo quduq edi. Uning tegida kimdir biri Mashrabning "Tamam matemde o'tdim, bo'lmadim dil shodi dastingdan" degan she'riga mungluq naqsh aytib o'tadi. Qadrli dadam, uning Shinsay turmusida, keyincha Qashqar turmusida o'tgan kunlari, uning yavash, rayish qiyofati ko'z oldimga kelib olgan edi. Uni Qashqarda mansabdor bo'lgan do'stlari sig'dirishmadi. U chet elda setib olgan qurosida o'g'irliq, bulanchilikqa yo'liqdi. U agib ushgan burkutdek o'z yurtiga qaytib kelish uchun Urumchiga kelganida qaynab toshgan atalmış Qizil Akademiya uningga put terigudek o'rin qo'ymadi. U 50 yoshdan halqamay ko'z yumdi. Opamning ta'ziya she'ri mundaq yozilgan. Bu isyon cho'lida qoldim, ne qilarimni bilolmasman. Töküp yoshim onun anhoriga boy bo'ylab tolmasman. Pelakning zulmi vayron ayladi turmush bahorimni. Bu yolg'izlikda ne imkon qilarni asliyolmasman. Püküldü qamitim qaddim, beshimga tushdi mushkul tog'. Qo'lim ko'kka ko'tirsammi, tutarga qo'l topolmasman. Vujudim dutidan yetsa, jahon ayvoniga ohim, o'lim hijronidan o'zga visolni yod etolmasman. Ancha kechikmay bo'shandik. Qanchalik miqdor va sifat o'lchimiga ega bo'lishdan qat'iy nazar, bu har holda bir erkinlik edi. Biz bo'shangan bir top varaq qog'oz bilan mahbus qilingandek, yana shu bir varaqdan qog'oz bilan besim to'siqdan chiqib ketishga huquqli bo'ldik. Xo'shalliqdan piyoda minib, Qorabug'ra daryosini kezib, To'qqiztaraga keldik. Biz billa bo'shangan va hozirgacha ixlosmanlik joynamizda billa o'ltirgan do'stim g'amguzarin Abdukerimning To'qqiztara tashliq iskilatidagi bir tuqqinining uyiga tushdik. Atsi mahbuslik lagerdagi 2 Uyg'ur, bir Qozoq atrat boshliqi soqchi kadrlari birning uyiga mehmonga taklif qildi. Ular 2 yildan oshganda bir qanchangizlarning bu gazarmaga loyiq emas, bizga ustoz bo'lg'idek pok umidvor haqiqiy odam ekanligingizlarni bilib yetdik. Salohiyat farqi tufayli bu haqiqiy so'zlarimizni aytishga amalsiz edik. Oxiri bu maslahat orqangizlardan yetib keldik deyishdi. Biz ochliq to'shiydigan mashinalarga chiqib elib, Ili daryosi Yamato o'tkelidan o'tib, G'o'lji shahriga kirib keldik. Mening qo'limda Sovetga, anam qishig'a ketish tonishtirishim bor edi. Nima uchundir ko'zim Urumchi tarafda edi. Sovetga ketish tonishtirishni shaharlik jamoat xavfsizlik idorasiga ko'rsatganim yo'q. Aks holda uning orqasiga bu she'rni yozib qo'ydim.
Çəksəm capa, çəkkendim mən yolunda əziz canan. Çəkmədim mən puşayman bilən açıq həsrətni. Çin söygünün əsli siri mana alıqandək ayan. Ömür tarazısıda ölçügəş muhabbətni. Maqul əmsə. Bugün muşunçilik oqub beray. Davamıға diqqat berim. Xayr xoş, salamat bolun.